Aziz O'zbekistonliklar, biz ham sizlarga o'xshagan oddiy oilamiz, lekin bizani hozir boshimizga sinovli kunlar kelgan. Farzandim 6 oyligida прививка olib, прививkadan keyin nervlari shikastlanib yurmay qolgan. Hozir men farzandim 6 yosh. Farzandimni operatsiyasi uchun pul ajrata olmaymiz. Farzandimni operatsiya qilish kerak, lekin bu operatsiyani O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Bu operatsiya Turkiyada qilinadi. Shuning uchun O'zbekiston xalqimdan yordam so'rab chiqdim. Iltimos yordam beringlar. O'zbekiston ahli, bizning millatimiz doim bir-birini boshiga ish tushganda yordam bergan. Yashashda davom etishiga sizlarning yordaminglar juda ham hozir muhim. Iltimos qilaman sizlardan, yordam beringlar.